Assalomu alaykum. Katalolarimiz kanali obunachilari. Navbatdagi ko'mirli 150 kvadratlik katolni shu Hanka Durvadiga ekanligini Sherali ustanovina, Miramirchi Sherali ustayina. Ko'pchilik yaxshi taniydi ekan, o'zlari ham aytib turibdina. Bizdan ham shunday kanalimiz bor deb, buni ham kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sheralining o'zlarining kanali bor ekan. Bizlar zakaz beradilar. 10-aprel kuni deb yozdik, 10-apreldan yetkazib keldik axir. 10-aprel ava. Yana 150 kvadratlik ekonom katolimiz Verxniy Gareniya. Bunkerdan 30-35 kilo, irisinden 30, medasinden 35, medasinden 40 kilo sig'adi beradi. Bu havo temperatura uyingizdan qarab, masalan, kamida 8 soat yonib beradi. 24 soat yanadi shu salingani, bir salingani bilan. Prosta ishidan saqon vaqtida yonib bo'lmayincha ustidan solib qo'ymaysiz lekin buni. Iri ko'mir bo'lsa solasiz, meda ko'mir solib qo'ymaysiz-da. Yana bu nelarni tushuntirdim, bu yerni qo'yasiz, 60 dan o'tirmaysiz buni. O'zi 50-40 dan ham zakoniy temperatura oladi. Bu yerdan qo'yib qo'yasiz. Bu yerda ochib tozalaydi o'yinlarini. Bu yerlarni Ventilyator o'zindami? Avval. Yana. Shunda yana tozalab turasiz, ventilyator o'zida bor. Ventilyator sapini yonibdami? Tamam, bu yerlari yana regulovka bo'ladi. Qisminkada yana ishini ochib, keyin qaytarib, masalan, arkasini regulovka bo'ladi, eshiklardan so'ylanadi yana. Tushunmagan bo'lsa telefon qilaverasiz. Buni bahosi 6.900.000 so'm bo'ldi. Shuning uchun deylar yetkazib keldik. Kim mana shunday xizmatlar katollar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasiz. Xudo xolasa yetkazib kelib beramiz. Pastdan nomerlarni chiqarib qo'yamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lish eslangizdan chiqqan bo'lsa, sog' salomat bo'lasizlar.